Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'dagi obunachilarimiz. Hozir sizlarga juda ham dolzarb bo'lgan muammo, ya'ni husnbuzarlardan qutulish haqidagi kichik bir video rolik tayyorlaganman. Sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Husnbuzarlar odamning kayfiyatiga shunday ta'sir qiladiki, buni faqat yuziga husnbuzar toshganlargina tushunadi. To'g'risini aytsam, 3-4 yil avval bu muammo bilan o'zim ham kurashganman. Oynaga qaraganda siqilardim, stressga tushardim. Tushunib yetdimki, bu eng katta xato ekanligini. Lekin eng katta xato nima bilasizmi? Nega menga chiqdi deb stressga tushish, siqilish bu muammoni juda ham og'irlashtiradi. Birinchi qadam vahimaga tushmaslik. Bu tuzaladigan muammo. Husnbuzarlar chiqishiga birinchi navbatda noto'g'ri ovqatlanish sabab bo'ladi. Husnbuzarlar yuzdagi poralar tiqilib, yallig'langanda paydo bo'ladi. Shuning uchun ularni kuydirish emas, ularni tozalash zarur. Aptekadan juda ham arzon turadigan salitsil kislotasini oling va yotishdan avval har kuni surkab yoting. U poralarni tozalaydi va yog' bezlarini nazorat qilishga yordam beradi. Salitsil kislotasi, men unga super salitsil kislotasi deb nom berganman, chunki natijasi juda ham ajoyib bo'ladi. Siz ham super salitsil kislotasidan foydalaning va natijasini albatta kommentariyada yozib keting. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Like va podpiskani bosib qo'ying. Salomatlik yo'lida birgamiz.